Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sog'mi, salomatmisizlar? Bugun O'zbekiston Turkmaniston Shovotdagi jahon bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa Turkmaniston tomoni ochildi dedilar. Shuni sizlar bilan ichana yurib bir obzorini qilamiz, narx-navolarni kuzatamiz birgalikda. Kanalimizga bir like, podpiska bosishni unutmanglar. Hozir ichkariga kirib turib birgalikda videolarni tomosha qilishlaringiz mumkin. Yana hurmatli yurtdoshlar, biz O'zbekiston bozoriga kirdik. Xudo xolasa savdo majmuasini bu tarafda elektrik mahsulotlari, kichkina do'konlar. Bu pavilyon, ichkariga kirish qismi. Yoqi milliy taomlar dedi. Mashallah. Xudo xolasa sizlar endi hozir birgalikda bu yoqda Turkmaniston tomoni o'tish uchun ruxsat olib, Turkmaniston tomoni birinchilardan bo'lib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda avtosalon mashallah sotuvda turibdi. Arzon narxda, salon bahada. Yana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Savdo majmuasi pavilyondan chiqqan yerda to'g'risida bu yoqda Turkmaniston tomoni o'tishi yo'l bor. Hozir birgalikda ko'ramiz, lekin ichkariga kirish pasport orqali dokument topshirish yerlarini ko'rsatmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yana bir yangilik. Istalgan turdagi bir dona pasport bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonga go'k, Turkmanistonga zag'ran degan gap so'z yo'q ekan. Go'k ya qizil bo'lsa ham bo'ladi. Qaysi biri bo'lsa ham shaxs tasdiqlovchi bu yoqda kirish qismi. Xudo xolasa endi sizlarga o'tgandan keyin videoni davom qilamiz. Yana hurmatli yurtdoshlar, sizlarga va'da qilingandek biz Turkmaniston tomoni ilk bora birinchi marta Turkmaniston bozorini o'tdik. Yana hurmatli yurtdoshlar, sizlarga Turkmaniston O'zbekiston savdo markazi. Endi ichkarida sizlar bilan dizaynlarini ko'rsatamiz, do'konlarini. Bu yerda ikki etaj ekan bu. Hurmatli yurtdoshlar, bozorning ichi vobshim zo'r ekan. Bozorlari yana bemalol kuzatib, davom etib mazza qilib ko'rishlaringiz mumkin buni. Hurmatli yurtdoshlar, hammaga kelishlaringizni maslahat beramiz. Ichkari dizayn patologlari vobshim dahshat ekan bellar. Hurmatli yurtdoshlar, zo'r joylar ekan bellar. Hozir endi sizlar bilan astan narx-navolarni, do'konlarni birgalikda tushirib tashlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Turkmaniston g'ollari. Ichkarida ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa endi bemalol savdo qilishlaringiz mumkin. Lekin O'zbekiston tarafda hurmatli yurtdoshlar, so'm plastikda bo'lsa, so'm qilib olib o'tishlaringizni maslahat qilaman, beraman. Bu yerda plastikda savdo qilishga ruxsat yo'q o'xshaydi. Yana do'kon rastalari vobshim zo'r ishlangan ekan bu yerlar, hurmatli yurtdoshlar. Chang qismlari. Xudo xolasa do'konlar bilan birgalikda sizlar bilan obzor etib, narx-navolarni tekshiramiz birgalikda. Hind xonimlari yana hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukr, rahmat. Qarmanglar ishlar bilan. Assalomu alaykum. Narxlar yozilgan ekan. Aga bu gigant ne bu bu? İnduk. İnduk mu? Neçe kilo çıkadı bu? 20. 20 kilo çıkıyor ama. 20 kilo. Bakasın neçe son mu abi? Kilosu 60'dan 84 bin sonra çıkardı. Kilosu. He, soma 84 binden çıkadı. Manattan neçe son bu abi? Manat 3. He, 60 manat 84 bin soma çıkadı. 20 kilo. Bizden bu? Yine hürmetli yurtdoshlar. Manat 60 manat 20 kiloluk. Soma 84 bin so'm.
Yurtdoshlar, sizlar bilan yana birgalikda hozir do'kon restoranlarida birgalikda narx-navlari bilan kuzatamiz. Narxlari yozilgan. Tushonki. Bahası 380 gram ekan. Bahası 30 manat ekan buni. Yurtdoshlar 30 manat bo'lsa shunda 84 42 ming so'm ekan. Hurmatli yurtdoshlar, o'zlaringiz baho berasizlar. 30 manat bo'lsa shunda 42 ming so'm bo'ladi bu. O'ttiz tiyinmi endi bilmadim hurmatli yurtdoshlar, yana hozircha pullarini uncha tushunmayapman, lekin yana yozilib turibdi hammasi. Birgalikda ko'rib boraveramiz baholarni. Hurmatli yurtdoshlar, başka magazinlardan birgalikda kuzatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Do'kon restoranlar, bu yerda gel mahsulotlari, boshqalari bor ekan. Hozir bir do'konlarga kirib, sizlar bilan narx-navosini birgalikda kuzatamiz. Shu do'konning narxlarini birgalikda. Görüp baho berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum og'a. Og'a, bu pomidor nelar pastalar necha so'mdan bo'ladi? 1 kiloligi? 26 manat. 26 manat. So'm necha so'm bo'ladi? 26 manat 1 kiloligi 900 gramligi. 16.250 so'm. 16 ming? 250 so'm. 16.250 so'm bo'ladi ekan. Mana hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston bozori bilan solishtirib birgalikda ko'raverasizlar. Og'a, sizdan bir nima so'rachakamda. Bu yerda 10 manat o'zbek so'midan necha so'm bo'ladi? Nasama? 10 manatda so'm hisoblanganda. Bilmaysizmi? Hozir 20 manat necha so'm dedingiz? 10 ming so'ming 1 manat üstünde. 1 ming 60 ming. Ha, 10 ming. Shuni necha so'm bo'ladi? Burada tuzlangan pomidorlar, badringlar bor ekan. Bu bize göre sodası koktuk da, soğumadan. Nerede almışsın onu? Devletin özüne mi? Hurmatli yurtdoshlar, ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Keyingi magazinlarni birgalikda aylanib kuzataveramiz. Kan diyor onumları. Selamun aleyküm ağa. Ayt koyuyor öyle. Uğraşmadım. Oynaşmaladın ne bu oğlum? Yok, blok mu size? Bir ştuka. Danası 10 ming. Yine hurmatli yurtdoshlar, hozir kont kursini birgalikda ko'ramiz. Kakao var. Biz do'konchi bilan narxlarni birgalikda so'raymiz. Manat bo'lmasa tushungandirmiz. Ağa, 10 manat bize o'zbek so'midan necha so'm bo'ladi? So'mni bilmaysan abi. Bilmaysizmi? Manat sonra manat. Ha. Bahaları manatda yazıldı. Bir manatta so'radi. Şu hozir o'zbek so'midan bahasini bir solishtirib ko'rsak edikda ularni.
Onu bazaringizdan so'ramasangiz. So'm olasizmi? Yo'q. So'm olib manat olasiz. To'lgan manatda savdo qilasiz qarang. To'lgan manatda ekan, hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda sizlarga yana bir ham narsani manatda ko'rsatamiz. Qolgan do'konlardan birgalikda yurib kuzatib boraveramiz. Assalomu alaykum. Samay. Aka o'zbek so'mini, manatni net bilasizmi? Kursini bilasizmi? Syomka etmang, biroq. Hay? Syomka etmangizdan. Ha. Ma'lumot berib bilasizmi? 10 manat o'zbek so'mini necha so'm bo'ladi? 20 mi? 10 manat. Ha, o'zbek so'mini. Hozir aytaman. 6000 so'm, 7000 so'm. 6-7 ming so'm, 10 manat, ha? Jo'rab oldim 6 ming so'm. 10 manat 6-7 ming so'm ekan. Shunda hozir endi birgalikda endi ko'rib kuzatib baholarni bilishlaringiz mumkin. Futbolchilarimiz bor ekan bu yerda. Bahasi yozilgan ekan mana. To'la yozilmagan ekan, hurmatli yurtdoshlar. Böyle skitga tushgan. Beşlarni birgalikda yuramiz. Chalo'rlar bor. Yaxshi zo'r gap. Aynan. 1300 manat. Endi bag'lana. Ha, 116 manat ekan. 116 manat bizani bo'ladi. Yurtdoshlar, videomizda sal pauza berib oldik. Bizning videomiz kamerasi sal yaqinlashtirgan vaqtda xirat ko'rsatib turibdi. Shuning uchun endi ichkariga kirib narx-navolarni manatdan ham bilib oldik. 10 manat 6000-7000 so'm bo'ladi ekan. Baholarni birgalikda yuramiz. Semichkalarimiz Semichkalarimiz. Ağa bu necha manat bu? Hozir yuramiz. Semichkamiz istalgan turimdan bor ekan. Suqariklar. Hani soğuk, kızgın bo'lib turibdi. Magazinlarda odamlar ko'p. Eslatamiz. Bahası 1 manat ekan bu. Hurmatli yurtdoshlar. 6000-7000 so'm bo'lsa, 600 so'm, 700 so'm ekan. Suqar ekan bahası. 13 manat ekan. 6000 8000 so'm ekan. Hurmatli yurtdoshlar. 8000 so'm ekan semichkamiz. Ağa bu necha gramlik bu? Bizani bozorga qaraganda menimcha ancha arzon 8000 so'm buni semichka u yoqda bermasa kerak. 625 so'm. 625 so'm. Ana qolgan narsalarni baholaymiz. Evet, Loviken sonra görüşene geldi. Assalomu alaykum. Ben Sokak giremez mi yani? Malakolarning bahosini ko'raylik ana.
Sugushenka. Malako 32 manat dedi. 32 manat bo'lsa oltining 21 22 ming 23 ming so'm ekan hurmatli do'stlar. Почти o'zimiz bozor bilan menimcha bir xil 22 23 ming so'm bo'lsa. Bu yerda shirinliklar bor ekan, pechene 11 manat dedi. 6-7 ming so'm. Bu vajlar lekin arzon menimcha. Ammo vaj ekan, pechene o'xshaydi. 6-7 ming so'm. Vallahi uchun 6-7 ming so'm o'xshaymiz bir narsa. Bu 13 manat ekan. Bu 10 ming so'm ekan. 1 manat. Bu 7-8 ming so'm ekan. Bunda so'qlarimiz bor ekan. Sabah 11 manat dedi. 6-7 ming so'm ekan. 7-8 ming so'm ekanda. Basta tropika o'xshagan suvlarimiz bor ekan. Lekin o'zgacha raqamini baqalash kerak. Sifatli yevro talabga javob beradi menimcha. 6 manat dedi. 6 manat bo'lsa 3 ming 4 ming so'm ekan. Hurmatli yurtdoshlar, suv vobshim arzon ekan lekin bu yerda. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Bu suvlar 3 ming 4 ming so'm o'zbek so'mida vobshim arzon narsa, yarim litrlik. Bizda bu suvlar kamida bir 6-7 ming so'm bo'ldi. Bu yerda 3-4 ming so'm. Yarı bahası ekan. Yine 6 manat dedi. 10 manatımız 6 ming 7 ming so'm bo'ladi. Shunda bir yerda 3 ming so'm 4 ming so'm yarim litrlik suvlar. 13. So'qlarimiz bor ekan. Bog'lar uchun, tetisga, yoshlar uchun. Bahası 4 manat dedi. 4 manat bo'lsa 4 manat vobshim arzon. 2 ming so'm bilan 3 ming bo'lib boradi. 3 ming so'm bo'ladi, 3 ming so'm. Lekin bu yerda 3 ming so'mlik so'qlar bor. 3 ming so'm. Почти O'zbekiston bahasi bilan bir xil ekanmi? Qolgan mahsulotlarni birgalikda ko'rib kuzatamiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Ba'zi ko'p mahsulotni turkman seviyasini yozib qo'yibdi. Shundan nima bor ekanini bilmay turibmiz. Tuzlamalarni ko'ramiz bu yerda. Tuzlamalar 1 litrlik 900 gramlik, 720 gram ekan. 18 manat, 18 manat. 13 ming so'm, 12 ming so'm. 720 lik. Bu vobshim arzon bu. 12-13 ming so'm. Zo'r. 12-13 ming so'm. Bunda nur pomidor. Bir kiloluk. Bahası 26 manat ekan. O'rtacha pomidor pasta 1 kiloluk 26 manat. 30 ming so'm. O, sherdan. Yaxshimisiz? Ha, qaniysiz? Ava kanalga qo'yib berdim. Hech bahasi yoqdimi jo'ra? Birgalikda ko'rib, kuzatib boraveramiz. Endi qolgan do'konlarni birgalikda kanalimiz videomizga sal pauza berib, birgalikda do'konlarni kuzatib boraveramiz. Savdo rastalarida. Kesatamiz. Yurtdoshlar, biz endi hozir ikkinchi etajına depoga chiqib, do'konlarni ko'ramiz, birgalikda baholarni kuzatamiz, birgalikda ikkinchi etajına chiqamiz. Görüp bakaverasizlar, xudo xolasa hozir narxlarni birgalikda kuzatamiz. Ko'p kamchiliklarimiz bo'lsa, aytga buyurmaysizlar. O'qlarni ukraskani chiqib ketdim bu yerdan. Toza remont bo'lgan kraska namandan sal bor ekanda. Beri mehmonxona bir nimalar o'xshaydi. Bu yerda bolalar dunyosi ham bor ekan. Assalomu alaykum og'a. Yaxshimisiz?
Ağa işlarni bir bahalarını narxlarını aytib berasizmi? Manatami? Sağ. Manatda savdo qilasiz axir, ha? Ya so'mdami? So'ma savdo yo'q axir, ha? Somadan var. Bularni bahasi necha so'm og'a? 3000? 3000 manat. Shuncha manat. Bahası 600 manat ekan buni. Bu do'qilgan ekan bu hurmatli yurtdoshlar. 600 manat, 600 manatimiz. 10 manatimiz 6000. 100 manatimiz 60000. 360 000 so'm ekan bu hurmatli yurtdoshlar. 360 400 000 so'm ekan. O'zingiz baho berishingiz mumkin. Do'qilgan. Dizayni chiroyli albatta, lekin bahasam shunga yarashadigan. Do'qilgan ekan bu hurmatli yurtdoshlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Ularning bahosini hozir mana cheki bor ekan, cheki orqali. Ular 20 000 manat ekan bu. 20 000 manat so'mancha so'm bo'ladi baba. 6-8 odamlik ekan bu. 20 000 manat. So'mma chaqib ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz. Mana 6 odamlar bor ekan. Bu sal budjetli varianti. Buni bahasi 18 000 manat ekan. Bu yoqdan ham bor ekan. Bularning bahosini hozir birgalikda ko'ramiz. Bular 12 000 manat ekan. Bular 5 000 manat ekan. Shuni deb hurmatli yurtdoshlar. Ularning bahasi 5 000 ekan. Bunda yosh bolalar uchun 4 odamlik bor ekan. 1600 manat ekan bu. Bunda sanjaqlarimiz bor ekan do'qilgan. 3000 manat ekan bular hurmatli yurtdoshlar. Manatni videoni tagida so'ma o'girib qo'yamiz hurmatli yurtdoshlar, bahosini 4000 manat dedi. 4000 manat. 4000 manat. Hammasi do'qilgan ekan bu hurmatli yurtdoshlar. Bu ham 4000 manat ekan. Zo'rak. 2000 manat. Og'a shu ya 4000 manat bo'lsa, dollar ancha dollar bo'ladi bu? 200 dollar. 200 mi? Yaxshi, rahmat. Qolgan boshqa do'konlarni birgalikda ko'ramiz. Javob berishni istamadilar. Boshqa do'kon rastalarni birgalikda. Şehirde kamp. Birgalikda ko'rib, kanalımıza like, podpiska bosib, narxlarni birgalikda. Hozir kattaroq manat bo'lgani uchun. Dollari 50 dollar deydi. Yo'q, 4 dollar deydi. 4 dollar. Kanatlarımız 40 000 so'm, 48 000 so'm. 14 dollar deydi. Endi firmasini ichini bilamiz, 4 dollar. 48 000 so'm ekan. Kurslar dollar ham yozib qo'yibdi. Bunda kanatlarimiz bor ekan. Ularning baholari yozilgan.
Markaları. Dollarda yazılmagan. Bunda 3 dolar 30 sent ekan. Kanatlarımız. 36-40 bin so'm ekan. Do'konning ichini ko'rishingiz mumkin birgalikda. Pecheniya basınca 15 ming so'm. So'mini nasib ko'rib tikanlar, hurmatli yurtdoshlar. Keyingi do'konlarimizni ham ko'ramiz birgalikda. Sula, Fanta, kolalar var ekan, birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qarmanglar. Kolalar 10 manat ekan bular. So'mda bahasi yozilmagan. 6 ming 7 ming so'm. 1 litr. 1 litr 6-7 ming so'm. 6 ming so'm bo'ladimi? 8 manat ekan. Ishlarni aka bir bahasini bir ko'rsatib, netib bilasizmi? Narxlarni aytib. Yo'q, manatda aytsam bo'ladi. So'mni o'zlari chaqib olaveradi. 15 manat, 2 litrliklar 20 manat shular xas qo'yib shular. Ha, 2 litrlik bilan 20 manat ang bular. Pepsi tamamlar. 2 litrligi Pepsi mi bu? Ha, o Pepsi. Pepsi. 14 ming 15 ming so'm ekan. 2 litrlik taxminan. Kola chinar, bilemezsen bulan original kola tamam qo'yib, xas qo'yib. 15 manat ekan ang bular. 1,5 litrlik. 1,5 2 litrlik ham marna berdi. Aha. Original kola yapılır. Boşa çınarlar. Bular energetik o'xshaydi bular. 8 manat deydi-ang. Bunlar 5 manat. Tamam, YouTube'a qo'yacak adam. Assalomu alaykum. Shuni narxlarni bir tanishtirib o'tsa-da piyama. Bular 5 manat ekan-a. 0,25 gram ekan. 5 manat 3000 so'mga shunga. Ana hurmatli yurtdoshlar. Kelishlaringizni maslahat beraman, menimcha Turkmaniston bozor ancha arzonga o'xshab turibdi. Ko'p narsalar hammasi emas. Otuz manat deydi. Uzanganlari. 1 kilolik o'xshaydi bu. 1 kiloliklari 18 ming so'm. 19 ming so'm. Belki bundan ham arzonda, belki sal qimmatroqdi. Xudo xolasa. Uzanmalar. 35 manat dedi. Yo'q, so'mga o'xshaydi bu hurmatli yurtdoshlar. So'mmi? Bilmadim men. Qolgan do'konlarni birgalikda yana kuzatib boraveramiz. Besh manat ekan. Hurmatli yurtdoshlar, pechenelarimiz 5 manat. Bular 6 manat ekan. 3000 so'm. 3000 so'm. Menimcha arzisa kerak. 3000 so'm hozirgi vaqtda ishlamayapman. Semizchalarimiz bor ekan. Semizchalar 5 manat bo'lgan, 3000 so'm. Svetli qora semizchalar. Boshqa do'konlardan birgalikda kuzatib boraveramiz. Besat ham nerede?
Qozon. Rahmat. Bular so'q ekan bular, hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum og'a. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Shukr. Rahmat. O'zingiz sog'omayapmisiz? Shukr yomonda. Og'a, shularni bir baholarni bir ko'rib, xalqqa tanishtirsam bo'ladimi? Yo o'zingiz aytib o'tasiz menga. No, so'mdan aytaymi? So'mda aytsangiz ham bo'ladi. So'mda aytsangiz tim zo'r bo'lar edi. So'mda aytsam mana Turkmaniston bozor tomon. Turkmaniston önümü. Aha. Sizlarning puli so'ma 6000 so'm. 6000 so'm, Ha, 1 litrlik, ha? Aha. Bular dedik pitaniya 6 oylik bağalara, 6 aydan yukarı bağalara veriladi, limit. Bular so'ma 5600 so'm. 5600 so'm, ha? Ha, bu dedik so'mlarimiz yine sizlarning puli 2500 so'm. 2500 so'm, ha? 2500 so'm. 2500 so'm. Bular kokteyl urur. Bular 6000, 5600 so'm. Ha, sifat yaxshi-da buni, ha? Sifati yaxshi, dim yaxshi ichi. Yalan. Original bo'lib ketadi. Original. Suvlarimizdan endi gelin o'tkazamiz. Bu suvlarimiz 1600 so'm. 1600 so'mdan, ha? Bular endi 1000 so'mdan. Bular 1000 so'mdanmi? 1000 so'm shu. Shu suvlar 05, ha? 05. Nodan taylangan bu? Nashot o'xshaydi, ha? Ichi sifat yaxshimi buni? Nashot sifati dim zo'r, ichi ko'rmaydi, haqqimiz bor. 1000 so'mdan lekin. Bular bu şişeli sularımız içi orijinal bo'lib ketadi. Hava? Bizlarning puli 4 manat, sizlarning puli shunda 4 manat bo'lganda почти kalkulyator mal bo'ldi mana. Kalkulyatorda shuni bir manatni so'ma bir natib ko'ringani o'yirib. Bular meni sizlarning puli var. 4 manat, aha. 4 manat sizlarning puli 2500 so'm bo'ladi. 2500 so'm hisoblaganda. 4 manat 2500 so'mga hurmatli yurtdoshlar. 2500 so'm bo'lib keladi. Bular endi 1,5 litrliklar sizlarning puli 3000 so'm bo'ladi. Ha, 3000 so'm bular. 3000 so'm shular. Sifati yaxshi o'xshaydi bularni. 1,5 litrlik, ha? 1,5 litrlik. Sifati yaxshi bo'ladi. Bu çaylarımız var ya 2000 so'm sizlarning puli. Bu çaylar 2000 so'mdan, ha? Çaylar içimi yaxshi. Ha. Alaykum assalom. Narxlarni bir qator ko'rib, kuzatib boramiz, xalqimizga tanishtirib birgalikda. Bu 8 manatdan necha so'm bo'ladi O'zbekiston buni? Valla uzatma. Bu energetik bo'lib keladi bu. Şu original geladi buni. Aha, energetik. So'mni aylantiramiz. Tak. 5000 so'm. 5000 so'm. Shunda bo'lasiz shuni, to'g'rimi? 8 ni. Bo'lasiz. 8 manat 5000 so'm, ha? Havası 5. Gramı nechalar bunaqa? Bu 05'lik. 0,5 ming bu. Hacmi? Ha, 330 milligram ekan, ha? Ya bu 330 milligramdır yukarıda falan. Ha. Hozir shuni bahosini aytdingizmi, 5000 deb? Şunu bahası 5000 so'm. İçi original bo'lib ketadi. Ha. Bular arzon chiqadi. Ular necha so'm chiqadi? Bular yana hozir şurada 2 manatmi? 2 manat. 2 manatını da ne? 1250 so'm. 1250 so'm. Ha. Vog'a so'qmi bu? Nima Su ne? Çay bu. Choymi? Ha, soğuk çay. 330 milligram o'xshaydi. 330 milligram. 1250 gram. Ha, 1250 so'm. 1250 so'm. Selam. Ana hurmatli yurtdoshlar. Ina bu bezgaz suvmi yo bu nimaga? Yok gazlı bu. Gazli bang. Ha. Ular necha so'mdan? Bular necha so'mdan? Bular hazır aytaman. Bular sizlarning puli var o 2000 so'mdan chiqadi. 2000 so'mdan, ha? 1,5 litr gazli suv. 2000 so'm. Bizlardan necha so'm? Yaxshi og'a. Ma'lumotlar Bo'ladi, uchun rahmat. yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling og'a. Salamayimni gap turma. Yaxshi. Xudo xolasa nasib etsa endi gap turamiz. Rahmat. Yaxshi.
Yine hurmatli yurtdoshlar, tepada ikkinchi etajda yana menimcha bu mebellar ya sotiladi ya ovqatlanish restasi o'xshaydi bu. Turkmaniston milliy taomlari deydi. Bemalol ikkinchi etajda yana o'tirib ovqatlanaman desaysizlar. Oilaviy do'st yorlaringiz bilan birgalikda kelishingizni tavsiya qilamiz. Birinchi marta o'zimiz ham kelishimiz to'g'risi beri. Hurmatli yurtdoshlar, shu bilan yana bizlar ham hozir ko'p yillarni